Prezidentimiz bitta masalani ko'tarib chiqdilar, yaqinda dabdaba qilishini. Shularni deb, shularga bas qilaman deb, zo'r kadrlarimiz korrupsiya qilyapti, qamalib ketyapti. Ha emish, bitta to'yni ko'rdingizlarmi? To'yga kuyovda o'zi $45,000 ga tort pishiribdi. Qaysidir aktyorimiz kapalaydi qanotidan shashlik yebdi. Qaysidir aktrisamizdimi, xonandamizdimi uyida o'ziga sayyoradan inoplanetdan domrabotnisi ekan. Bolamga yaqinda pul bersam, maktabga ketyapti, pul bersam 1000 so'mlik, 2000 so'mlik aralashib qolibdi. Pul bersam, "Men sizga" deydi, "tilanchimanmi?" deydi. "O'rtoqlarim 200 talik ko'tarib keladi" deydi. Ey xudoyim, yoshlarga ishlashni o'rgataylik. Yoshlarga ishlashni, o'qishni o'rgataylik. Yoshlarning kelajagimiz yoshlarning qo'lida. Mana ishlaganmiz, ishlayapmiz, mehnat qilyapmiz, o'lganimiz yo'q. Ana ishni zo'ri, ana Toshkentdan kelyapmiz.